Xalqaro kechirim tashkiloti Turkiya sho'basining a'zolari Anqarada Xitoyning Uyg'urlar ustidagi zulmiga qarshi namoyish o'tkazdi. Xalqaro kechirim tashkiloti Turkiya sho'basining a'zolari Chankaya rayonidagi Ko'lu bog'chisida axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib, 2017-yil 3-oydan buyon atalmış siyosiy tarbiyalash lagerlariga qamalgan Uyg'urlarning oqibati haqida doirlarga chaqiriq qildi. Shuning bilan birga, bugun İYİ Partiya İstanbul tashkiloti Xitoyning Sharqiy Turkistondagi zulmiga qarshi turish uchun maydonlarga chiqdi. Xitoy Yangi Ipak qurilishi doirasida Qozog'istonda yurgizayotgan kengaymichilik siyosati natijasida Qozog'istondagi muhim boshqarish o'rinlariga o'z odamlarini tayinlamoqda. Turkiston press to'rining xabar qilishicha, Lu Xinjing ismli bir Xitoy Qozog'iston Mangistov yer osti boyliqlar va neft tadqiqot markazining boshliqligiga tayinlangan. Chin Siyuan ismli Xitoy muavin boshlig'i, Lu Xinjing ismli Xitoy bosh ijroiya amaldori bo'lgan. Xitoy Turkiyada tuhmat chaplash va Xitoy tashviqoti ilib berish bilan shug'ullanadigan Erkin O'njan va Xitoy haqiqatlari nomli Twitter hisobi orqali Sharqiy Turkistonlik kichik qizga hujum qildi. Xitoyning bu qilmishiga qarshi Uyg'ur qizi naq vaqtda inkos qaytirib, "Men Sharqiy Turkistonlik Uyg'ur qizi, beshimdagi yog'liqni menga zo'rlab otqizmadi. Shundaqla men sizlar degandek terrorchimi emas" deb radiya berdi. 20 davlat guruhi yig'inida Xitoy davlat raisi Xi Jinping Saudiya Arabiston valiahdi Muhammad ibn Salman bilan ko'rishdi. U Xitoyning Saudiya Arabistonning iqtisodiy taraqqiyoti va ijtimoiy islohotini qo'llaydiganligini bildirdi. Saudiya xabar agentligining xabar qilishicha, uchrashda Xi Jinping bilan Salman Saudiya Arabistonning 2030 orzusi bilan Xitoyning bir balvoq bir yo'l strategiyasini o'zaro moslashtirish, Saudiya Arabistonning Xitoyga energiya eksporti va o'zaro mablag' selish qatorliqlarni muzokara qildi. Janubiy Amerikaga joylashgan Argentinada o'nlab kishi 20 davlat guruhi boshliqlar yig'iniga qarshi namoyish o'tkazdi. Poytaxt Buenos Airesdagi 9-iyul ko'chada namoyish boshlandi va namoyishchilar Argentina davlat majlisi joylashgan maydonga jam bo'ldi. Namoyishchilar prezident Mauricio Macrining siyosatlari va davlat iqtisodiy krizi bo'layotgan bir vaqtda 20 davlat guruhi boshliqlar yig'ini uchun qilgan rasxodga qarshilik bildirdi.